Halpana osh yesa deyapsizmi? Halpana osh boshqa narsa. Halpana osh u joiz. Halpana ham biroz shubhali deydi, lekin u o'zaro rozilik bilan bo'lgani uchun joiz. U nima qilamiz? Bugun osh yeymiz, 4 ta suv oldi, 2 ta non oldi. Nech pul bo'libdi? 500 ming bo'libdi. Nech kishimiz? 10 kishimiz. 50 mingdan yig'ib olaylik, ketdi. Bo'laveradi. Unda biroz ozroq biroz ko'proq yeyishiga hamma rozi o'zi. Boshida. Endi guruchni sanab o'tira olmaydi-ku birov. To'g'rimi? U mashaqqat bo'ladi. Halpana bo'ladi. U yerda dasturxon nech pulga tushsa shuni ko'tarish bor. Kassada u majburiyat yo'q. Haligi qarindoshlar, jo'ralarning ba'zi bir kassasi bor. U dasturxonni hisoblamaydi. Hammamiz aytaylik, har safar 10 mingdan 10 dollardan, har safar 100 mingdan. U choyxona uni qilmaydi. Bir safar 90 ming tushadi. Bir safar 110 ming tushadi. To'g'rimi? Gohida devzir osh qimmatroq, gohida go'sht arzonroq va hokazo. Bu boshqa narsa. U boshqa narsa. Unda kassani puli aniq belgilab olinganda, ovqat har xil, taom har xil,